Şu görüp durgan öküzümüz, Xudo xolasa hozir birozdan keyin so'yiladi ekan. Yaxshimisiz o'rtoqlar? Assalomu alaykum hammangizga. Xonqon Madirda Kamol Qassobning o'g'li Og'abek ukamiz Xudo xolasa shu görüp durgan mes öküzni bugun yatıradi ekanlar. Og'abek yaxshimisiz aka? Kayfiyatingiz zo'rmi? Sog'liklar. Tozasizmi? Avan Xudo xolasa. Bugundan Xudo xolasa ishga tushadi, kelaveradilar. Hozircha so'yasizmi? Xudo xolasa so'yamiz, nasib etsin. Mesni öküz bu. Necha kilolik? Buni joy o'lchanmadi. Joy o'lchanmadi. O'lchanmadi, yo'q. Yaxshi. Buni endi go'shtni Xudo xolasa necha so'mdan qo'yasiz? Go'shtni Xudo xolasa 130 ga yurib turgan. 5000 so'm xalqimiz uchun. Xudo 125 oladi. 125 dan. Agar ko'proq olinadigan bo'lsa, yana qaytilaveradi. Salavaychi, kafechi, restoranchi, shaxsiychi, gamburgchilar bilan ishlashasiz aka. Hammasi avan. Postiyanning uchun öküz so'yiladi, sog'lik bo'lsa. Postiyanning uchun mesni öküz. Masalan, xalqimizda shunday olinib so'yilaveradi. Hozir kalla boshaq tuyoqlari bormi yoki yetdimi? Qarın bilan qirqatini aytdilar, kallasi tuyoqlari bor, Xudo xolasa orttirib beramiz. Bularni neden beramiz? Bularni kelishib beramiz. Yine hozir ularni ham 50 dan qo'yibdilar, 45, 40 qo'yib beramiz, Xudo xolasa. Ishlab turgan nomeringni aytga. 97lik 805 8018 8018 telefon to'radilar, Xudo xolasa. Bugun hozircha so'yasiz? Yine hozir yatıramiz, Xudo xolasa. Saat 3:30 bo'ldi. Xudo xolasa 5 minutda yatirasan. 1 soatda go'sht tayyor bo'ladi. Malades. Azizlar, bemalol kelaverasiz. Yine kassoblarimiz turibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'misizlar? O'ng'osin toza go'sht to'kanlar. Yaxshi bo'libdi, el atabı gerekedi axin şöyle. Og'abek Qassobini açtı, bazı açtı. Bundaki hem o 12 saat go'sht qo'ya ta'minlanmanda badrat qildi. Xalqimiz uchun sarabir ne oladi, yakirlaydi. Yaxshi, dum ajoyib bo'libdi. Xudo xolasa endi 125 dan qo'yatirmi Og'abek? 125 zo'r. Xalqimizga bir sal yengilroq bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bemalol kelasizlar. Xonqa tumanimizda Madir taraf bu. Yine Postkoydan doğru o'tasizlar, buyana nov dükanı bu? Yine Şükret ağamızın dükkanının doğrusunda. Beyanımızda yine Pravda tarafı, yani Yangarlık tarafı ötelediğin yol üstünde. Madir'de bu. İndi hazır bunu ölçemediler. Neçə kilolıkını? Xudo xolasa 250 kilogram joy biz. 250 kilogram. Xudo xolasa canavarını soyladı birazdan. Bana mırğa göğüs yemen dedi onlar. Üzerimizi mesni öküzden koymasın. Ağa yaxşımısınız? Sağlıklar zor mu? Malades, ay bar olun. Yine görüp söndük. Elatınızda məhəllədən şimdi taze göğüs dükkanı açılıbdı. Sağlık olsa az 250 kiloluk. Şu mesni öküz soyaman deyip tuttu Og'abek. Duradılar ki beraber atalar indi yanında. Axır. Malades. Xullas azizlar, sizlarga yine qo'limizdan kelgancha informatsiyalarni berib o'tdik. Xudo xolasa mırğa go'shga kelaman. Mazali go'sht qarab yuribman deydigan bo'lsangizlar, bemalol kelasizlar. Şurada bizlarni efirlarni ko'rib turgan povurlarimiz, ya'ni shasikchi, gamburgchi, oshpazlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, sizlar bilan ham ishlashar ekanlar Og'abek ukamiz. Bemalol zakaz berib, mırğa go'sht yeysizmi, so'm go'sht, ana shuni aytib beradilar. Ishlashaveradilar. Bemalol kelasizlar. Telefon nomerlarini aytib o'tdilar. 125 ming so'mdan ekan go'sht. Neda bu debsa? Xonqa tumanida Madirda bazda. Postkoydan doğru o'tib kelaverasizlar. Yangarlık yolunda, yani Yangarlık Pravda o'taverishingizda şöyle chap yonda. Yani endi bu yerda 5 etaji domlar var. Postkoydan o'tganingizda chap yonda şu domlar tamam bo'lgan yerde. Yine dükkanların tinesi ham bor. Şu dükkanlar internet kelaverasiz yani. Şükret ağamız dükkanını. Xonqa Madirda o'rtoqlar. Tushundik debsiz. Rahmat tushunganlaringiz uchun. Bemalol kelasizlar, 125 ming so'mdan o'rtoqlar. Boshqani solishtiringlar, 300 go'shtni necha so'mdan. Lekin Og'abek malades zo'r qo'ydi bahoni 125 dan. Shundan endi kutarmishsan, sog'lik bo'lsa. Xudo xolasa shuni. Xudo xolasa, lekin xalq uchun bir yaxshi oldu 125 ming. Belki bundan ham tushiramiz abi. Ha. Alasına qarab, ha? 20 yıl oldu kasaplam ben. Yine endi bana kapçırdım. Yükseldi arzan olsa halk aladı. Endi bala Xudo xolasa olib ketadi bu yoqni. Ata çağırma. Malades. Rahmat. Rahmat.